电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第7季我军丝绸之路之声的第2环节对决。我是主持人玉米提娃。Salam, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli ustozlar, shundaqla qimmatli tomoshabinlar. Növbət o'zronlarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish cheklik sherikati birlikda uyushtirgan. Şinjan Hojon Sodi cheklik sherikati tajidorligidagi cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qarar Hojon Yipak yo'li sadasi programmasining 2-bosqichi beyga. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Aziz ko'rmanlarimiz, oldi bilan musobaqamizga guvohchi bo'layotgan shu ustozlarimizni tanishtirib o'tgan bo'lsam, 2-qarar Yipak yo'li sadasi programmasining yetakchi ustozi, shunaqla bizning ustozlik sahnamizdagi xushbaroq atirgulimiz Adila Sidiq ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. Şinjan san'at yurti muqam ansamblining atoqli naqshchisi hamda talantli aktyor Polat Tursun apandim qarshi olamiz. Xush keldingiz ustoz. Şinjan san'at yurti muqam ansamblining talantli yosh naqshchisi, shunaqla 2-qarar Yipak yo'li sadasi programmasining chempioni, 6-qarar Yipak yo'li sadasi programmasining yetakchi ustozi Komil Jalol ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. 1-qarar Yipak yo'li sadasi programmasi rivoyat guruhining chempioni, shunaqla xush ovoz kuychi Zohir Shoh Abdumuk ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. Yosh ijodiyatchi, mo'ngluq kuychi nurg'ulg'an ijodiyatlari bilan nurg'ulg'an naqshchilarimizning naqshini hamda asrini betib kelayotgan bizning yosh naqshchimiz, ijodiyatchimiz G'o'jimat Qurbon ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. Şinjan Hojon Sodi cheklik shirkati programmasining tajdorligini oldi. Şinjan Miros shirkati programmamizni alohida talab qildi. Şinjan Kamal Sodi cheklik shirkati programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi. Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish mas'uliyat cheklik shirkati programmamizga alohida yordam berdi. Şinjan Ramlidor xalqaro sodi cheklik shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi. Az ko'rmanlar, men yana davomli turayotgan bu joy bo'lsa, 7-qarar Hojon Yipak yo'li sadasi programmasining baygi maydoni. Navbatda baygimizga chiqmoqchi bo'lgan bu guruh bo'lsa, Adila Sidiq ustozning Miros guruhi. Oldi bilan Adila ustoz Miros guruhining arzu yetakchisini bizga bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Ekran oldidagi sevimli do'stlar, yaxshimisizlar? Men naqshchi do'stlar Adila Sidiq. Yenimda o'tag'ini bo'lsa, bizning Miros guruhimizningki arzu yetakchisi Akbar Ablis Boshi akamiz. Ko'pchilikka tanishtirib olsak, bizning Akbar Ablis, ya'ni Akbar Boshi deb ataymiz. Butun mushu Şinjandagi musiqat bolalarningki ulgisi desak bo'ldi. Shundaqla bizning Şinjandagi eng yaxshi yinyochi zo'rin Panjir musiqa atritining qurg'uvchisi. Akbar Kam 2010-yili Amerikadagi Berkeley Yinyo sho'yini bitirib kelgan. Uningdan sirt yana Akbar Kamningki mushu ishkirdagi dangliq naqshchilar bilan birlikda xizo qilib ishlagan nurg'un championlari bor. Shuning ichida yana hammamizga tanishib bo'lgan Sichin Gorloningki Yinyo zo'rligini Akbar Kam o'z ustiga olib bu janji janga erishgan. Biz Şinjandagi musiqat bolalarimiz shunchalik Akbar Kamni hurmatlaymiz, ham yaxshi ko'ramiz. Qalbimizdagi bir buyuk musiqat, shundaqla mening qalbimdagi eng buyuk gitarchi, shundaqla baschi, shundaqla mening ko'nglimdagi eng yaxshi bir yinyochi zo'rin. Men aytib faxrlik qildim Miros guruhimizga Akbar Kamni taklif qilganimdan o'zimni intayin xushalik qildim. Men bizning Miros guruhimizga mayirlarmi shunchalik faxrlandik, shunchalik xush bo'ldik. Albatta Akbar Kamning bizning qo'llig'ini, quvvatligini biz uchun naytdi yaxshi bir aqd kerak. Akbar ustoz, xush keldingiz. Qarmag'aysiz. Unda bo'lsa, Akbar ustozning bizga elib kelgan sovg'atidan tang bahrilangan bo'lsa. Qani, marhamat. Rayonimiz korxona sohasida oldingi qatorda turadigan Şinjan Hojon Sodi cheklik shirkati Hojon g'o'r tamlik gazliq ichimligi mahirlarga omad tilaydi. Va bak piyoram tursan-ku tamoq Chiqyapti men tomoqni. mana emasmi to'g'risi? Hojonninki ma u g'o'r tamlik gazliq suvi. Hojonda. Ura mayli qashu. Hojo masune. Tempeh ichgan qo'bidan.
mayli kebab yang, mayli xogo yang, mayli mayli qizoyang. Vojon g'o'rtamlik gazliq suyi. Bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz vojonli deb qolasiz. Vojon g'o'rtamlik gazliq suyi. Tağlardı Irak'a taşuru yolkum bolu yanıma küz yetmez samada yegane yıldız bolu bilmem kilelmeymen ızlarlarız kanguru bilmem sıyelmeymen sargı ol tembulu Yetmez samadan yegane yıldız buldu armanim sen armanim sen armanim sen sen benim armanim sen armanim armanim sen benim Armanim sen armanim sen benim hey armanım armanim sen armanim sen benim armanim sen armanim sen benim oy armanim sen armanim sen benim Siz köpten köp rahmat. Güzel icadiyetler üzülüp kalmasın. Ondan sonra davamlıq 7. karar Hojon Yepekuli Sadası programısının 2. basqıçı, beygi basqıçı da. Tövende Adile Sıdık Ustaz'ın miras görüpse, ondan sonra birinci ulap meydana düşüdüğün 2 mayırımız o kimler?
Birinchi bo'lib maydonga tushadigan mayirlarning ismi Aqida bilan Ilminur. Aqida bilan Ilminurninki mushu yoshlarga vakalatan bir bo'libmi qizlarninki bir xil pavfalisi bor bir naqshlarni yaxshi aytalaydiganiga ko'zda tutib gurgur degan bir naqshini yezpadim. Yaxshimizlar ko'pchilik, men Hojjon Ipak yo'l sadosidagi Adila Sidiq ustozning gruppisidagi Aqida bo'lman. Yaxshimizlar ko'pchilik, men Hojjon Ipak yo'l sadosi Adila Sidiq ustoz gruppisidan Ilminur Aziz bo'lman. Bu aylanmadagi sahna hamroyim Ilminur bo'ldi. Hamda ikkimiz birga Adila ma'lum bizga tayyorlab bergan ijodiyat naqshidan gurgur degan naqshni sizlarga olib kelamiz. Paydan qilish jarayonida bizning Adila ma'lum bizga nurg'unlagan bilimlarni ham Liuxing Changfalarni o'rgatdi. Bo'ldi. Shundoq bir go'zal san'atligi bor bir naqshi bo'lib chiqdi. Shunga mayirlarninki sahnada o'zini qo'yib bo'diqmay yaxshi o'rindab berishini, bizning umidimizni yeb qo'ymasligini umid qilaman. Undaqda biz hozir Ilminur bilan sahnaga chiqmoqchi. Unda bu sahnada ko'rishaylik. Sizlarning bizga madad berishinglarni chin ko'nglimda umid qilaman. Cimerlaydı yıldız, göz nuruma kunduz. Ayna zara zara altın mı? Dank etip mi kalsın o? Bir melike gitti o balga okşaydı sizi. İştaptı da yandı onun gül bergide yüzü. Can çekerim kaddin ağzımır işte bağlansın çık çık. Bir ürgülüp bakanda yürek lavıldaydı gür gür. Gür gür gür. Yüreğim lavıldaydı gür gür. Gür gür gür. Tatay tatay. Gür gür gür. Yüreğim lavıldaydı gür gür. Gür gür gür. Tatay. Cana 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 ne? Bu bekleyem zaman ne? Kara kara şu miken tatay. Biziz igen canan ne? Cana 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 ne? Bu bekleyem zaman ne? Kara kara şu miken tatay. Biziz igen canan ne? Aşık nime iş nime dur. Söygüm nime ot nime dur. Kalbim nime çok nime dur. Yürek lavıldaydı. Aşık nime iş nime dur. Söygüm nime ot nime dur. Kalbim nime çok nime dur. Yürek lavıldaydı gül. Bir melikeydi o balga okşaydı sizi. İşk temtide yandı onun gül bergide yüzü. Can ciğerim kaddin o sımır işte bağlansın çın çın. Bir örgülüp bakanda yürek lavıldaydı gür gür. Gür gür gür. Yüreğim lavıldaydı gür gür. Gür gür gür. Tatay. Cana 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 ne? Bu bekleyem zaman ne? Kara kara şu miken tatay. Biziz igen canan ne? Cana 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 ne? Bu bekleyem zaman ne? Kara kara şu miken tatay. Biziz igen canan ne? Aşık nime iş nime dur. Söygüm nime o nime dur. Kalbim nime çok nime dur. Yürek lavıldaydı. Aşık nime iş nime dur. Söygüm nime o nime dur. Kalbim nime çok nime dur. Yürek lavıldaydı gül. Ha! Cana 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 ne? Bu bekleyem zaman ne? Kara kara şu miken tatay. Biziz igen canan ne? Cana 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 ne? Bu bekleyem zaman ne? Kara kara şu miken tatay. Biziz igen canan ne? Aşık nime
Söygüm nime ot, nime dur Kalbim nime çok, nime dur Yürek lavıldaydı gür Aşık nime iş, nime dur Söygüm nime ot, nime dur Kalbim nime çok, nime dur Yürek lavıldaydı gür Unda olsa davamlıq ustazlarning tavsiyasini anlab boqamiz. Oldi bilan Polat Tursun ustozdan boshlab qo'yaylik. Ajr qipti Adilachi managa. Hamda hammamiz qilyapmiz bu ishni. Sakna degan narsa bo'liqi zavodga o'xshamaydi-ku. Bu chiqqan keli ko'radigan, anglaydigan narsa bo'lgan ekan bu shunday bevosita odamga bergan ta'siri o'xshamaydi. Adila bu qitimqi o'quvchilarni balkim yaxshi ko'rgan o'xshaydi o'zining ijodiyatini degan bo'lsa. Molosolliq vaqtimni to'g'ri kelib qoldi bularmi? Kayfiyat yaxshi vaqt o'rgasa, bunday yaxshi ishlar bor. Singlimni bek chiroyli etdi. Shikilisi bir-birsiningki mibu qilib turdi-ki, feyziki shikillaranglar. Vaqtincha aqida. Rahmat ustoz, aqida birgina. Unda qolsa, davamlıq Kamil Jil ustoz. Aldı bilan Adilaga rahmat aytamiz. Nimishqa desa, Adilaning abay degandek, mush ijodiyat jihatda o'zining Molosol og'a vaqti ham bir ijodiyatni o'zi qilib, o'zi aytmay turib bir baliq berish unda oson emas. To'g'ri, tushensken. Ajr qilib, o'zi bir ijodiyat qilib, meni aytadi, mana biz xo'jalar bilan biz davomli ijodiyat to'g'riliq deyishib turamiz, chaqchaq qilishib. U oson emas. Bugün ikkilanlar shunda yaxshi aytdinglar. Bo'pmi? Mas ilminur singlimiz kelsak o'tgan birinchi qatim aytgan naqs esimizda bor. Xanzuchi naqsh aytdik. O'zgarish bek zo'r. Masalan, shu ustozni tanlagan vaqtda, masalan, bizning guruh bo'lgan bo'lsa, biz boshqacharoq o'zgarish qilib boqdik. Lekin menimcha, mush guruh bo'lganing sizga bizning yanimizda bo'lgandan yaxshiroq bir o'zgarish bo'ldi deb o'yladik. Rahmat. Qizlarga nisbatan, qizlarning ko'ngilini qizlar tushundik ekan, aqidaga kelsak, Abay Polatcam degandek bu bizning Akbar akamning qizi bo'ladi. Biz pishqan ham Adilaning keynida necha bo'ldi jugan Adilaning kichik vaqtidagi hissiyatda bu hamda. Shu men tavsiya qilish to'g'ri kelsam, bu qatimqi shu ilmi nurninki o'zgarishiga qarab turib, ilmi nurni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Unda qolsa, davomlıq Zoir Shah Abdumin ustozdan anglaymiz. Adilani haqiqiy mana bugun tanigandek bo'ldim men. Shunlashqa bugun sahnadagi umumiy ifodaga asosan men aqidaga bir bilet tashlab qo'yman. Lekin ilmi nurninki bugungi mushu ifodasiga men cho'zan. Rahmat. Rahmat ustoz. Rahmat. Unda qolsa, Ro'jimat Qurban ustoz. Oldi bilan bu qizniki ovoziga gap ketmaydi ekan. Mening eng suyungan yerim bugungi sendiki ro'y kayfiyat. Ro'y kayfiyat shundaq payza, bek oqsa, bek erkin bo'lganlik uchun mush naqshini yaxshi o'rindadi deb qarayman. Har ikkilisining ovozi bek payza. Aning keyin Ilminur fikrimizni oldin qatim yuvosh bir naqsh aytgan-a, tanlashda. Shu chaqda his qilolmabdikamiz. Bek payza, bek yaxshi bo'ldi. Bugungi o'rindashda garchi aqidaning ifodasi bekrek yaxshi bo'lgan bo'lsa-mu, Ilminurga ilhom berish, madad berish yusidan bir bilet berman. Rahmat ustoz. Rahmat. Hozir bilet. Unda qolsa, bizning arzu yetakchimiz Akbar ustozning tavsiyasini anglaymiz. Menimcha bugun ishkilisi bak chiroyli ketdi. Men paylagan vaqtimda men batdim. Men tavsiya qilganim aqida. Rahmat ustoz. Rahmat. Endi ilmi nur bilan aqida o'tirsining ikkisidan birisini tanlab birsiz. Aldi bilan sizlarning bugun o'rinda paga ijroinglardan shaxsan men Akbar akam shunchalik rozi bo'ldik. Sizlar paylandimi shunda yaxshi chiqarib berdinglar, xush bo'ldim. Uningdan qalsa, men bu gapni hozirda aytaman. Bundan burun bularga ish bag'rimni to'kib bunda paranglashib baxmagan. Kasb to'g'risidan paranglashdik. Faqat tanlayman. Tanlig'inim to'qmoqni ilib men bilan tang ayishib yugurish berdi xolos. Lekin biz yana aqida ulamda ilmi nur bulamda shogird ustozlik munosabatini saqlab qolamiz. Bu yerda tanlangan, mayli shallangan bo'lsin, mushadagi yipak yo'lini tanlab, mening guruhimni tanlab kelgan mush 10 o'quvchiga men bular toki xolig'icha haqsiz dars o'tib berishni xohlayman. Agar mushlar xolislar
Bu bir so'g'am. Ikkinchidan shu ijodiyatimni o'zinglar yana qaytadan berib, obdan loyin qilib, bo'lsa van yo'llaringlarga chiqirib, mush orqali o'zinglarni yana bir polvon do'ringlarni oshirsam deyman. Shuning uchun bugun deydigan gapni dedim. Men bilan tang aygishib mangdigan Mahir bo'lsa Rayonimizda sarkardilik rol o'ynayotgan Miras şirketi Mahirlarga omad tilaydi. Ya desen turib ketsan o zerke pırxil. Ye. Qarasın zerikte de men Mirasning latiyalarını Ya ama doying veşi xo'g'o bu. Bu bek peyzi qara cho'ng kichik ishga qolib chiqdi tetib baqa shundoq oqsa. Men Miras latiyani biz naqshi yetib zeriksam yeyapmiz hozir. Ma ochiqga ma ya. Pishgunikka. Pezga nima bu? Miras ochiqlari o'zgacha esil tab, materiali alayda tayyorlangan. Ochiq ichida huzur ichida lazzat. Har tishlaganda ochiq tamning lazzati ham sajbingizda o't oldirdi. Ham sajbingizda larziga soladigan lazzati cheksiz. Miras ochiqlari tanlangan ziroat, toza burchaqlar, quvvat yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhli bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala. Miras qora kunjut, qizil purchaq va jag'day qo'noq umashlari. Aqida. Mübarek olsun Aqida. Mübarek olsun. Chips, King Kos'tan xayrli qilsangiz. Yada ketish, shalınib ketish, ya bo'lmasa o'zining guruhidan chiqib, biroqlam ustoz shogirdlik munosabatini uzish degan hech qanday gap yo'q. Shunga sizning ifodangiz bek yaxshi bo'ldi. Bundan keyingi yo'llaringizning texnik ochiq bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Endi sizning yurak so'zingizdan anglab boqaylik. Aldı bilan o'zimning ota-onasiga ko'pdan-ko'p rahmat. Ondan ikkinchi bo'lib o'zimning ustozi Asqar Malim. Adila ustozim ko'pdan-ko'p rahmat. Meni mushtaq bir taraflardan tarbiyalangiz ko'pdan-ko'p rahmat. Men burun bundaq ishtik naqshlarga men o'zim qilolmaydim. Ham ishonchim yo'qdi. Shunga ko'pdan-ko'p rahmat. Ayku bo'shi. Sizga rahmat malim. Rahmat. Sizga ko'p rahmat. Qanday qolsa, ustozlar bilan. To'xtanglar, Muxtar akam chiqyapti. Voy, mana. Balajon bu. Muxtar Bug'ram ustoz o'zi chiqdi. Qizbolning yeyishini so'rash sal adabsizlik qancha kirdingiz? 20 kiribdi. Ey, valla 20 yoshda mushunda cho'ng bir sahnada bir naqshi aytib, ustozlarning oldida, tomoshabinlarning oldida, saboqdoshlarining oldida bir imtihon berish ba'zi mushkul. Uning ustiga maqz birinchi naqshdan bilib olgan jimg'or qiz ekanda, jimg'or qizga chap-chup tug'an bir taychoqni billa ekib qo'yash bumi bo'ladi. Lekin men boya unda qarab baqsam xeyli moslashdi. Demak, ama ritmga kirishdi degan gap. Osti manganmi mangan, to'xtab qolgan yomon degan gap bor-ku bizda. Ma qiz to'xtab qolgan qiz emasdek turdi. Shunlashqa mush qizning ham yeshi, o'zining tirishchanligi qarta, uning ustiga mush Adila bilan Akbar Bo'shining eliqi singdigan ajrini %80% qabul qilibdi-ku. Shuning qaragan vaqtida bu qizvolga biz bir kartı bəsək ərziydi o deb qaraymiz. Yeşil kartını berimiz. Agar siz kelerjili İpek yoluga qatnaşmoqchi bo'lsangiz, altın buzoğumuzdan kirisiniz buldu. Rahmet sizga. Unda bo'lgandikan siz yana shu Adilaning peshin mahkam tutib, kelerjilimi kelishingizni umid qilaman. Rahmat malim. Rahmat Ilminur. Ustozlarning yiniga barsangiz bo'ldi. Bu baxtiyor zamoni qara shu mikan donay biz sizga jononay jononay bu baxtiyor zamoni. Ikkinchi bo'lib sahnaga chiqadigan guruhimiz Yusufjon bilan Faxriddin. Ularning o'rindamoqchi bo'lgan naqshi davlat tilidagi nan xar degan naqsha. Tuanda sahnaga chiqmoqchi bo'lgan Mayrimiz Faxriddin bilan Yusufjon. Aka bilsiz biz davlat tilidagi bir naqshani tanladik, nan xar degan naqsha. Shuni o'zini ko'chirib kelmasdan akam bu naqshiga yana biza o'zgartirishlarni kirgizdi.
Yaxshimizlar ko'pchilik, men 7-chi qaror Ipak yo'l sadosi Adila muallimning o'quvchisi Faxriddin Tursun bo'laman. Miras korpusidan Yusufjon Ablat bo'laman. Mening bunaqa aylanmadagi sahna amroyim Yusufjon bilan bizga bo'lib bergan naqsha Nanxay. Adila xonim bizga yaqindan darslarni berib, biz uchun kuch chiqarib, bizga nurg'unlagan yangi bilimlarni o'rgatib qo'ydi. Yusufcan oxirini aytgan. Maşkanlar tan çıkmaya tutqasın. Da di di da. Da di di da. Sizin yerimiz to'xtab qoldi. Bu mayırlarımızın mu sahnede qaltis o'zini namoyon qilishiga tilakdoshman. Faxriddin, tam birlikda g'ayrat qilaylik. Yusufjon, birga g'ayrat qilaylik.意外，他和她相爱，在梦会犹豫的时代，以为明白，所以爱得痛快，一双手紧紧放不开，心中的执着与未来。忘不了你的爱，但结局难更改。我没能把你留下来，更不像他能给你一个期待的未来。那幼稚的男孩。携带无人的地方再打开，想问你现在是否忧伤不在，像躺在阳光下的海，像用心涂抹的色彩，让你微笑起来，勇敢起来，忘不了你的爱，但结局难更改。我没能把你留下来，更不像他能给你一个期待的未来。那幼稚的男孩。想
怀。所有遗憾的都不是未来，所有爱到最后都难免逃不过伤害，反正不能再重来。只希望疼痛来得更松快，反正不能再重来。Onda olsa yana o'xshashlar ustozlarning bir fikrini anglab baqqan bo'lsak, Zahir Shah ustoz. Bak Beyzi. İkkilisini tanlasanız bo'ldi ekan-ku. Meni og'riqib shuma. Dadjiq. Yo, bak kepti bular. Men Bek kelgan-a? ajoyib. Men ikkilisini tanlag'im bor. Ikkilisini tavsiya qilg'im bor, lekin birisini berishim kerak-da. Faxriddinga bir kaldı. Mübarek olsun Faxriddin. Bilet. Hoş. Polat Tursun efendim. Faxriddin fikrimi bunun qilishing qo'yga bu narsa, chuli qilishlari o'xshamay kechira qildi. Shunga birdi bir qilibmanmi, Yusufga berdim bir bilet. Rahmat. Polat ustoz. Hoş. Kamilcil ustoz. Rahmat, bu naqshni yaxshi o'rinlab berdinglar. Yusufjon bilan bizimcha hamkorlashgan bizning idorada kechilik qildimi, muzikachilik lekin naqshaydiganni uqmadim. Bugun bak chiroyli aytdim. Bu gitar cho'g'achqa akkord qisminimi? Yengsiz chiroyli akkordini men chiroyli qildi. Tal qaymay, nayt Faxriddinga moslashib shu naqshining mukammal bo'lishi kuch. Akkord almoq tasga, boshqa bolalarim o'rganamidi, Yusufjon o'rgandi. Siz gitar chalib, o'zing naqshida bo'lganliging uchun bu afzallikni joriy qildilar. Ikkilaningda masala yo'q. Hozir biz kimni tavsiya qilaylik? Qag'in Adila ustoz o'zining o'ylig'ini bor. Men Faxriddin tavsiya qildim. Rahmat Faxriddin. Bilet. Yusufjon bir bilet. Unda qolsa, Hojimat Qurban ustoz. Yana men keldim ha. Ma Faxriddinning men do'yinda asarlarini ko'rmay. Pek qiziq yumorlarni ishlaydi. Başlama? He. Naqsh aytish qobiliyatiga men birinchi bosqichdalar. Men qo'l qo'yib bo'lgan. Mush Faxriddin ajoyib bir uslub va ovozning yengsizidichu. Adamni o'ziga qiziqtira oladigan bir yengsi bor. Yusufjonga kelsak, Yusufjonmi ajoyib kuchida, ajoyib yaxshi aytdi nimishqa. Akkord elish qismini Yusufjon boshdan oyoq. Faxriddinning ashundaq yaxshi tuvchi bo'lishiga Yusufjonning eng cho'ng yordam bo'ldi. Turtki bo'ldi. Endin birisi akkord elyapsiz, yana birisi tup ovoz naqsh aytmoq umi tez. Birisi tup ovoz deysiz, birisi akkord umi tez. Ikkilisining ajoyib tez. Shunga ikkilaningki hamkorligi yaxshi bo'ldi. Biletni men tanqib qo'yay. Yusufjonga bir bilet tashlay. Rahmat ustoz. Hozir ikki bilet qoldi. Unda qolsa. Yana o'xshashlar bizning orzu yetakchimiz Akbar ustozdan tavsiyasini anglaymiz. İkkilis bek chiroyli aytdi. Va eng baştalıqı nimani yönbenle kelgan vaqtida yönben ma'nodan oshirib chilish azroq tez oladi kelgan hissiyat, shuffle hissiyat, tezda mayaqda chiqarish. Shularni moslashtirib bir sinab baqayli, bir ular aladin qolmagan hissiyatda bir yasab baqaylida peychi qildik boshqadan. Ikkilisi paylandim shunda yaxshi farq qilgandey. Lekin hozir shunda payze, bek chiroyli. Meningcha men tavsiya qildigan Faxriddin. Mübarek olsun Faxriddin. Endi muhim tanlash sizning qo'lingizda ustoz. Sizning tanlashingizni bir anglaylik. Men repetition tugatmadim deb o'ylayman. Sizlar o'rganib bo'linglarmi mana naqshni? Men sizlar o'rganib bo'lamidinglar. Yana nurg'un ishlar batdi biz qildigan shunaqo. Yana davomli shu ishlarni qilamiz. Mayli Faxriddin bo'lamdi, Yusufjon bo'lamdi, har ikkisininki o'ziga kuchlik alayligi ham kamchiligi bor. Ajizliklari bor. Shu ajizliklarini men o'ngshayotgan. Ham o'zlarimni bildim, qo'llarimni shunday qilib aytib qo'saqlarini tutib degandek. O'zlari bildi. Agarda sizlar davomli men bilan
qo'l tutishib mengib mushu mukammallikka qarab mağmız, mukammal narsa bo'lmasa-mu, biz mukammallikka qarab mağmız. Bag'an sira o'zinglarning mushu naqsh etish mahoratini texmi kuchlantirma deydigan o'yinlar bo'lsa, Imam davamlıq əgişməyənsənlərin ümid qılmam, qulunlarını faqat qoyuvatkim yo'q. Mayli Fəxriddin Yusufcan bo'lsin, ikkilanlarning qulunlarını faqat qoyuvatkim yo'q. Faqat miyada əmdi Jelisayda Miras gruppasiga vakaldan keynidan kuchab mağdigan adamdan biz rozim bo'lib qolganlar bir yeri bada. Shuning uchun bugungi tanlashim bo'lsa, Cəsur yigitlərinin aldın tanlışı bo'lib kelayotgan Kamal Sodicheklik şirketi Kamal kiyim-kechakları mahirlarga omad tilaydi. Ay bugungi to'yning kiyim-kechakni o'ylashdingiz. Bunun kiyishingni za bilamadim Juma. Qarasam, Kamal markasiga kostyumlarning yangi nusxalari chiqibdi. Shunday yarishimlikka. Bo'lmasa ashnadan bir ish qura kelaylikmi? Mayli, shunday qilaylik bo'lmasa. Hamma qilmayapsiz. Men bir oshiqman. San'atning oshiqiman. O'ginishdan o'gitishgacha, o'rganguvchidan yetakchi bo'lishgacha qalbim oshiqlikdan, qadimim izchillikdan yenib boqmadi. Bu yükselish jarayonida orzuimning Kamal topadiganiga ishondim. Chunki men Kamalni o'zimga hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimlari yigitlik qaddi qomatingizni namoyon qilib, mendek har bir orzu egisini kamoliga yetkazadi. Fəxriddin. Mübarək olsun Fəxriddin. Keyingi bakışda değerli qısaslar. Davamlı sizden yurak sözünüzni anlap bakamazsak. Aldı bilen ayrıldımdakiler ve yakın etrafımdaki dostlarım beni yakından rağbetlendirip sen çok onqılalaysa degan bir medet bilen ben müstekneye çıkıp kaldım. Şunun bilen Adile Sıdık Ustaz mendiga kamchilik mayli o'rganishga tegishli nurg'un ishlarni o'rgatdi. Kasb jihati bo'lsin yoki odimiylik jihati bo'lsin har xil bilimlarni berdi. Oldi bilan Adile Sıdık Ustozga chin yuragimdan rahmatimni bildiraman. Shuning bilan birga Akbar Boshi, Akbar muallimniki bizning muzikamizni shundoq ko'p taraflamalik bilan bir mukammal o'zgacha bir xil uslubda ishlab berganligidan chin dilimdan minnatdorlik bildiraman. Shuning bilan birga men uchun bilat o'rgan Po'lat Tursun ustoz va Hojimat Qurban ustozlarga yana bir qator rahmatimni bildiraman. Rahmat sizga. Unda qolsa ustozlarga ko'rsangiz bo'ladi. Tövəndə səhnəyə çıxmaqçı bolğan mayırlarının ismi Arafat bilan Şəfqət. Arafat bilan Şəfqət kimi Arafatninki mushu milliy ahangni yaxshi o'rindaydigan alayligi asosan Şəfqətning ham tövən ovozining chiroyli shundaqla o'ziniki puroqlarni yaxshi olgan bir alayligiga asosan qadrlikim degan bir naqshini yezib berdim aka o'zingiz bilasiz. Ammo bu qarmoqqa milliycha ahang puroq kuchli bo'lgani bilan Akbar akam bu naqshini yanada moda uslubda qilib o'zgartib berdi. Yaxshimizlar ko'pchilik, men bu qatimqi Vujun Ipak yo'li sadasi programmasi Adila Sidiq ustozning Miras gruppasidan Shafqat Shamshiddin, Miras gruppasining mayri Arafat. Bu aylamida mening sahna Ibrohim bo'lsa, Arafat Savud. Biz tayyorlik qilgan naqsha Adila Sidiq ustozning ijod etib bo'lgan Jonanim. Qadrlikim tilimda şiir süker sözler tular. Bu koynunda sen üçün tüylerim tular. Almışım tavşan da geliş kılardım bu derdime. Yollarımda tikilgen küslerim tular. Almışım tavşan da geliş kılardım bu derdime. Yollarımda tikilgen küslerim tular. Gül gibi alsam gül sanki etkenim. Biringlar layligan vaqtinglar biringlar tigini tutib tursizlar. Baharim janonim. Ishqinglar almishib laylaysizlar. Biring shu yerga kelvasanlar bo'ldi-ki. Hozir sahnaga chiqish oldi turibmiz. Shafqat, g'ayrat qil. Mahirlarning yaxshi natija elishini umid qilaman.
Dilimde şirin şeker sözler dula. Bu koynumda sen üçün köylerim tula. Almışıp kalsak eğer iş kılardın bu derdime. Yollarımda tikilgen gözlerim tula. Almışıp kalsak eğer iş kılardın bu derdime. Yollarımda tikilgen gözlerim tula. Gül gibi baksam gül sancıditkeni. Göz gibi baksam canlı yanar kirpegi. İşk navası yanırsa bulbul kebi. Aşkım sen için köylerim tola. İşk navası yanırsa bulbul kebi. Aşkım sen için köylerim tola. Baharım baharım ötmesinde baharım. Cananım cananim canlı asra cananim. Baharım baharım tötmesinde baharım. Cananım cananim canlı asra cananim. Rüştemiz için bağlansın. Hakkını senden aylansın. Rüştemiz için bağlansın. Bu hayat arzu armaniye kalbimdeki saklansın. Bu hayat arzu armaniye kalbimdeki saklansın. Var kılıp yok nişan çırağım bu bütey. Yıkılsan bana yıkılman mezmut seni yüley. Gül cemalın sunmusun derviş idey. Omurgum armanga dermanı bulay. Gül cemalın sunmusun derviş idey. Aşkım armanga dermanım tulay. Baharım baharım tepesinde baharım. Cananım cananim canlı asra cananim. Baharım baharım vay. Baharım baharım vay. Baharım baharım tepesinde baharım. Cananım cananim canlı asra cananim. Baharım baharım tepesinde baharım. Cananım cananim canlı asra cananim. Baharım baharım tepesinde baharım. Cananım cananim canlı asra cananim. Baharım baharım tepesinde baharım. Cananım cananim canlı asra cananim. Onda qo'sa davomliq ustozlarimizning tavsiyalarini anglab boqaylik. Po'lat Tursun ustoz. Arpatning naqshisi hozir ma Akbarning solosidek aytyapti. Arpatga bir bilet. Rahmat ustoz, rahmat. Zoir Shah Abdul ustoz. Mening his qilganim bu ikkisi o'tga. Men ashunda o'yladimchi, o't bir sahnadagi-ku. Ikkalanglarniki bundan keyingi yo'llaringlarga
Men mana chin yuragimdan ajoyib zo'r utuqlarni tilayman. Rahmat ustoz. Rahmat ustoz. Ajoyib zo'r utuqlarni tilayman. Ammo shunda sizlardek bolalar bilan bizning gruppadagi bolalarni men so'qqashtirib mayli qanday bo'lib ketsa. Maylimi? Mayli. Mayli. Bo'lsa sizning ko'nglingizga bakrak yolqinjigan o't qaysi? Ikkilisi. Ikkilisi. Qanday o'qib qolsa men birda bir qilib qo'yay. Ammo lekin ko'nglimda ikkilisini tavsiya qilaman. Men birda bir qilib qo'yay. Shafqatga bir bilet berib qo'yay. Rahmat ustoz. Ko'p rahmat. Xo'sh, hujmat Qurbon ustoz. Gap yo'q. Bilet bor. Ajoyib. Oldi bilan Adiladam tabriklayman. Ijodiyat ajoyib chiroyli qopti. Aning kendin Akbar akamga hamish balaning o'rnida turib, muzikantlar vakolati, naqshchilar vakolati rahmat aytman. Nimishqa? Rahmat. Biz odatda muzika ko'rlashtiramiz, biz nurg'unlagan muzikantlarga. Ularni yomon deganimiz emas, hammasi yaxshi. O'zi bir uslub yaratgan odam eng no'shichi. Xuddi mush balla nimishqa hozir peyzi bizga ifodalab berdi degan vaqtda muzikada ortiq to'shik narsa yo'q. Mayli araliqdagi pauza olsin, mush balla naqshni aytib bo'lgandan keyin yana shu eksiyatni mengatadi. Aylantirib yana shu eksiyat akab turibdi-chu. Shunga Akbar akamga bir rahmat aytaman, hurmatimizning borligini bildiraman. Rahmat. Aning keyin bugungi musobaqaning ifodasiga asosan bilet tashlayman. Shafqat mening inim bu. Biz ham tanishimiz. Arpat bilan musobaqa jarayonida tanishdik. Arpatninki bu talantga qo'l qo'ymay, amal yo'q. Unda bo'lsa men mush qatam mush ifodasiga qarta Arpatga bir bilet tashlayman. Ustoz, ko'p rahmat. Xo'sh, Kamil ustoz. Shafqat sen san'at maktabida o'qidim dedingmi, yo'qmi? Yo'q. Doktorlikni Doktor, yishuyan Alamat, meditsina isim keldi. Sen hozir doktorning endi bir qiladigan narsa. Masapada ile, masapada nayte. Nochi bir naqshli chiqdi, nochi bir kaybat. Nima uchun desam, masalan, Arpat degan muqamda o'qigan. Bu kasbiy tarbiyalangan bola. Sen Arpat buzak bo'lmaymi men? Asli bu san'at degan ashna raqobat bo'lishi kerak-ku. U ishtoqlik emas. Tüm grupi bo'yicha eng ig'ir besim tushgan mayrim shu. Bu yerda bir-birini tutlash uchun emas, shunda ilmiy raqobatlashimiz-ku biz. Sen Arpat qilib amaliyat Arpat sening kuchlilik ras u. Uni e'tirof qilamiz-ku. Lekin to'xtab turib, men Arpat kuchli ko'zimni bel qo'yib o'tmayman markazga. Buzak bo'lmayman sana. degan ideyang bo'lg'achqa men asar mana mukammal chiqdi bugun. Hargiz sen Arpatni qilishqidek aytmadan naqshini. Arpatning kasbiy saviyagan u boshqa bir dunyo u. Shundaymi ya? Sen bir doktor turib operatsiya yapishqin tashitib, mushu naqshini birga bir elish olgan ekan, tuvan qismini elib menibsan aytdi. Tuvan qismi bo'lmasa Arpat yolg'izlik qilib vaqt keldi. Shunga men rag'bat yusidan. Rag'bat emas bu. Men o'zimning Arpat qoyilligim bor, lekin mushu naqshiga sen haqiqiy kuchlilik uchun men sana bir bilet beraman. Bu rost gaplik. Çok rahmat. Endi yana o'xshashlar bizning orzu yetakchimiz Akbar ustozning tavsiyasini alaymiz. Bak, ishqinglarni bak chiroyli aytdinglar. Kimning shafqatning ovozini yinsa olaydi-ki chiroyliga. Rahmat ustoz. Arafat degan bolani amalba tanlamayli. Meniki tavsiyam Arafat. Rahmat. Adilada qo'lni kesmigicha qon chiqmaydi. Lekin kesmayim bo'lmaydi. Unda qolsa sizning tanlashingiz. Qadrlikim degan bu ijodiyatning yaxshi chiqishida ishqinglarning zo'r to'kpisi bor. Shafqatning to'kpisi, tiximi zo'r. Tuvan ovoz qismini ko'tarib mangdi, yuqori ovoz qismi Arafat degandek. Mening tanlashim bo'lsa, Sübətlik un mayları bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish mas'uliyatchalik shirkati mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ishga turibdi-ku. O'xshash kirama Başbarmaqning yong'oqmay ekan ma'lum sizning shumi ya. Mening shunga o'xshatdi, ishini bir ichib baqayli, o'xshashmi emasmi? Men bir ochay bunisini. Mushuki. Mushu, mening mushu. Bu Başbarmaqning yong'oqmay nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'yitkilam kunab qoldi buningga. İşkilimiz öyle yapıp öydüklerini hoş kılıp etmeyelim mi? Anlamsı. Güzel arzu hareketke aylanganda hemme kişi baş parmakını çıkarıdı. Hareketke kelip güzel menzilge yüzlengen Şinjan Başparmak dehqonchilik mahsulotları etiş mesuliyet şirketi naqshiladi kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. Çıkarmaz yarını çoğunun Arafat. Arafat, mübarek olsun.
Kelaylik bosqichda musobaqamizda xayrli qismat. Bundan keyingi yo'llaringizning texnik uchiq bo'lishiga men uning ishonchi bog'ladim. Shafqatning odamiyligimi shunday yaxshi, axloqi shunday To'g'ri. fazilati yaxshi bola ekan. Qaysi unaqa bo'lsa, Shafqatjon, o'zingizning ko'ngil so'zini bir biz bilan o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Aldı bilan barcha ustozlarning menga bergan taklif fikrlariga ko'pdan ko'p rahmat. Yana shundaqla menga shundaq bir san'at o'jarisi bilan dunyoga obridi qilgan mehribon onam bilan qadrdon dadamga ko'pdan ko'p tashakkur. Ustozim Adila Sidiq ustozga ko'pdan ko'p rahmat. Ustoz jafo chekdingiz. Yana shundaqla Akbar Boshi akamga ko'pdan ko'p rahmat. Sizlarning ashu yo'didagi barcha muzikat bolalarga ko'pdan ko'p rahmat. Jafo chekdinglar. Rahmat. Barcha program guruhidagi barcha aziz xizmatdoshlar, sizlar jafo chekdinglar, ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat Shafqatjon, sizga ko'pdan ko'p rahmat. Qanday bo'lsa, ustozingiz bilan ko'rishamiz. İşq navası yağmırsa bulbul gebiyim. Aşkım sen üçün kuylerim tular. Baharım baharım, tut fəsildə baharım. Cananım cananim cananım. Tuanda sahnaga chiqmoqchi bo'lgan Mayirimizning ismi Mehrigul bilan Nurjon. Tuanda sahnaga chiqmoqchi bo'lgan Mayir Nurjon bilan Mehrigul. Nurjonning naqsini aldingiz. Nurjon R&B. Men hozirgacha Nurjondek R&B aytadigan bir Uyg'ur bolasini uchratib baxmadim. Rasmiy shu bir xil qartaliklarning bir xil hissiyoti bilan. Lekin Mehrigul bilan birga qo'ygan vaqtimizda Mehrigulniki naydi shu ching naydi silliq muloyim naqshlarni yaxshi aytadigan. Shu bu ishga Mayirimizga men rasmiy bularga tushkidak qilib baxt naqsi degan bir naqshini ijod qildim. Yaxshimsizlar ko'pchilik, men Vojjon Ipak yo'li sadosi programmasininki Adila Sidiq ustozning o'quvchisi Nurjon Baxsiyit. Adila Sidiq ustoz korpusdan Mehrigul Mamatali bo'lman. Bu da qiz bilan birga bir baxt naqsi degan shunda yiqimliq bir naqshini tayyorladik. Elişiniz acı çok tüz çıkırpasınız bunu. Uççumuz emas sonunda. Hani kesem pek çık purak ne ma üstüge ep koy götürülgende. Lekin ma arlık işkilına tanıytıdığın yege onda çık purak evet ben normal asanla boldu. Cuma oyuntuduğun yerin üstüge yerin. Cuma erişki mayırniki muş icadiyetini yaxşı orundap çıkışını ümit kılman. Mehrigul gayret kılan sahnada görüşeyli. Sizga mo utuqlarni tilayman. Sahnada ko'rishaylik. sen Barım mı sen Yoğum mu sen Bu ömrümge yazılar sen Arzuyumu tenkeş Sazımni tenşep Mumluq bir kuyga çalarım ben Asiyadım sende Külgenge gülmen Yığlığınımda yığlarım ben Biz bəxtimizgə Bəxt leyli bu bəxtiyar gündə Asman zümün həm Kuva bulsun əqidimizgə Biz bəxtimizgə Bəxt leyli bu bəxtiyar gündə Asman
Arzuyum hem armenim sen Birla sana eslar men Arzuyum tenkeş Sazımni tenşer Mumluq bir kuyga çalar men Asiyadım sende külgenge gülümen Yığlığınımda yığlar men Biz bəxtimizge Bəxtləyli bu bəxtiyar günde Asman zümün hem Kuva bulsun əqidimizge Biz bəxtimizge Bəxtləyli bu bəxtiyar günde Asman zümün hem Kuva bulsun əqidimizge Biz bəxtimizge Bəxtləyli bu bəxtiyar günde Asman zümün hem Kuva bulsun əqidimizge Biz bəxtimizge Bəxtləyli bu bəxtiyar günde Asman zümün hem Kuva bulsun əqidimizge Asman zümün hem Kuva bulsun əqidimizge Unda biz davamlı ustazlarımızın tavsiyesini anlayımız. Aldı bilen G'oyjumat Qurmas. Mayl yaxshi aytdim. Men ijodat hayron qoldim. Bir chiroyli siz qildingizmi? Aynen. Yo'qmi? Teksti musikasi ya. Shunday bir qilib peyza. Haqiq ammo vaqtda har qanday bir anglab yodlay olamizmi ahangning melodiyasini Ben bunu bunda chiroyli qilmagan 4-3 qilgandim. Shuni o'g'li Akbarkam 8da oldi qilib taxim romantik qilib taxim go. 8da oldi. Qalchi qilib. Nurjan o'zininki haqiqiy nimasini chiqaramadi bu narsadan. Ammo yana biz his qila oldik ijodiy chiroyliqligidan. Masalamiz bu shunday bilan aytdi. Ammo men Nurjanninki talantiga men shaxsan qoyil oldingi bir narsa ajoyib chiroyli aytib berdi bizga shunday ayrim bir shaklda. Shunga bu qatim biletni men Nurjanga tashlayman. Rahmat ustoz. Kabul ustoz. İnsarınız bir şey kısıkın vaxtısında madiladınız tulup insarını ügünüp bulupsuz azı. Nurcan'a kelsek Akbarkam'ın acır sınğallık çıkıp durdu. Akbarkam'ın insarını oğulayalap sərsən manaqçıda. Əməliyyatda. Bu hazır musabık emez ma ikinci basış. Musabık ahırda dedik koy abay bu. Bu üzümüzün her bir gruppunun ki üzümüzün anlı bir yaxşı bir keçilikki isabet bolğandı ki bunun gibi çoğun talep koymayız mesela. Biz sılın qanday küçüğünün bağlılığını bilemiz. İşkili mayırın iptalişini tavsiye kılım adiləge. Çünkü bunun biz küçüğünün qandalığını bilemiz. Ahırda oynaş üçün diken biletine tavsiye bolğandı ki tavsiye biletine mergülük verime. Rahmat ustoz. Rahmat. Polat Tursun ustoz. Başta Nurcan'ın ötken ki naqsını ona beyrak qalğandı men. Jiqqi o'quvchilar esimizda qolgan bir kitap bilgan. Abay deganda isim gaplarmi texmo fayzi bir naqsi bilka abay tamamlar dedim hozir o'zining farqi qilgan konjens azroq o'qibdi ba'li muhabbat bilan temizgo ammo yana bir qittimda adilar cho'qim o'zini texmo pechat farqi qilgan
Nakşidi bilen təminləb qırdığandek Nurcan Gürbilek. Rahmat ustaz, rahmat. Zahid Abdullah ustaz. Mehrigül'ninki ovozi bek tatlı gibi. Sizniki muqum degan ha. Bek huzurlandım ovozidan ammo ovozi pendi ketadigan yerlari sal jiqqan. Ammo lekin bek payzi. Ovoziniz bek tatlı, bek yaxshi aytdingiz. Rahmat. Nurjanniki men bu nerede o'ziniki birinchi bosqichdagi o'ziniki üzde bu alaylıkta kaçan bir çıkırdıgandı. Namayan qildigan. Saqlab ketdim. En ahırga kelgende şu 8'de 2'ni yezib etdi. Şunun bilan mana endi sen hiç şiirni okumay en ahırını okusam ekan dedim. Bek payzi. Birisini tanlash kerakda. Tavsiye edersiniz. Nurjanga bir bilet tashlay. Rahmat ustaz. Başında olsa yana bizden arzu yetekçimiz Ekber ustazdan ağlayımız. Tanlash azroq tasga. Undan Nurjan deydigan gap seniki ağanlıqqa fıraqla, texniklar, texnik üçün emas, müzik üçün bolsun, naqsh üçün bolsun. Artıqçı bolsa tayını qanmaydı o. Texniki nəmmədəm qılalaydı, hissiyatını nəmmədəm qılalışına tayın. Nurjan'a bir bilet. Hamısı Adile ustaz. Kararınız çıkar. Nurcan R&B naqshında jirtib tashlaydi ekan-ku. Ba'zi bu bunun ağam fıraqları ma'lummaydigan yerlar bor ekan. Lekin Nurjanda bir o'zini qamalli bilish bor ekan. Shu R&B'dan boshqa naqshini yeklaydi ekan. Shuning uchun 8'de 6 mı ameliyatda R&B'ni oynasa naydı erken oynagılı bulduğun bir şekil. 8'de 6 mı? Her qandaq boşluqları intayin var. Məşq jarayonida shunda chiroyli o'ynagan. Ajib chiroyli aytdi dedim. Endi miyada qaranglar mama qarayama aytgan ya qaradi. Shunchalik tamtirib dir titrab ketib bordi. Shuning uchun ijroringizga ta'sir etdi Nurjan. Mayli uni mayli. Chunki xatolashmaydigan inson yo'q. Lekin sizning nadan nagchiligingizni biz bilamiz. Bu yerda Mehrigül shunda kirishdi bu qiz. Muşun ovoz hissiyatım shundaq yaxshi ekan, sezimimi shundaq yaxshi ekan, muzik sezimimi. Shundaq amaliyotda bular belgida menimiz ijodiy naqshlar ulgusi yo'q naqshlarda. Men aytib berdim bular, menda aytsada, uygatdim, aytib berdim, bash mening aytganimni shundaq qilib turib, aytamaganlarini men yutib turib, mushunchalik darajaga keltirmak oson emas. Sizlarning qanchalik cho'nqur bir hissiy tuyg'ularinglarning singinligini biz his qilib turadimiz. Menga ham kuch qo'sha oladigan o'ziga xos alayligi bor bo'lgan Güzellikni söygüç xanım qızlarının en aldın tanlaşı bulup kelivatqan Ramlidar markasidagi ishonchli kirim buyumlari orqali hammamizning yoqtirib ishlatishga muyassar bo'lgan Şinjan Ramlidar xalqaro sodichalik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Hey adaş məhliyanan to'lgan kuni nima alding? Men faqat bir narsa elishim bilmay qoldim. Asli men bir dast gurlam opray degandim degina. Andan keyin qarasam, Ramlidarninki yangi chiqqan mahsulotlar ekan. Shunda payz chiqibdi. Qara, yangi chiqqan mahsulotlar qara. Buning ichidan kirpiklarki, ko'z qalmi, chos supun, ishqib bekpayz, badan supunlari uchun bekmizlik bekpayz chiqibdi. Mushundan opray deb o'ylashdim. Bo'libdi. Unda bo'lsa yangi chiqqan mahsulot bo'lsa, men elib ishlatib baqsam bo'ladi. Sangim tuyjan qilmajmi bekpayz chiqibdi bu mahsulotlar. Men ishlatib, andan keyin shunga opray deb o'ylashdim. Kishiga nurg'un go'zallik mujassamlangan. U ba'zida sirliq, ba'zida nafs, ba'zida jalbkor bo'ladi. Güzellikte yükselish uchun nurg'un sinoqlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Men güzellik yo'lida keskinlik ham talabchanlikdan to'xtab qolmadim. Bu yo'limdagi hamrohim Ramlidar. Nurjan'da Mübarek olsun. Nurjan, mübarek olsun. Hoş, ondan olsa. Keyifli basış çıktı. Mehrigül sandım, ben naqshini men ko'nglimnikin desam, siz ko'z oldimga yozgan naqsh. His qildinglar sandim. Sizga lab tushgan naqsh. Shu meningda muhab bo'lmaysiz. Mush naqshini texmi chiroyli o'zingizning ovozi bilan boshdan oxir aytib lo'yin qilsangiz bo'ldi, Nurjan bilan bir lo'yin qilsangiz bo'ldi. Mush naqshini men sizga berdim-da. Bundan keyin
Agar mendan yana davomli dars olmoqchi bo'lsangiz, mendan quloq teksin-da. Mening Rahmat. ishim davomli siz uchun. Rahmat muallim. Rahmat, Mingul. Nayt yaxshi o'rnab berdingiz. Hamimiz hayajonlandik. Ovozingizdan biz baxsh topdik. Undaq bo'lsa, sizning o'zingizning ko'ngil so'zini haqcha degingiz bor. Kichinizdan chiqqan chin hissiyotlarni tan olib boqqan bo'lsa. Aldı bilan shu ailemdagilarga ko'p rahmat aytaman. Chunki shu ailemdagilar shundaqla mening ish o'rnimdagilar shundoq qo'llab-quvvatlab meni sahnaga berishga rag'batlantirgan. Unadan sirt Adila muallimga ko'p rahmat aytaman. Meni boshdan tortib mushakkagicha shunday yetaklab, yana shundaqla Akbar Bo'sh apandim bilan ishkalan naqsh yezib, biz uchun nurg'un ajrlarni singdirdi. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Yana shundaqla Ipak yo'li sadasi programmasidagi barliq ish xizmatchilarga, musharodlarga, ustozlarga yana bir qitim rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Rahmat sizga, ko'pdan ko'p rahmat. Sog'lig'ingizga ko'rsangiz. Yar kimde asman zemin hem kuvavuzun akide. Benden sahnaga chiqmoqchi bo'lgan mayirimizning ismi Shahzod Daniyar, shunaqla Hasanjon. Yaxshimizlar ko'pchilik, men 7-qarar Ipak yo'li sadasi Adila Sidiq ustoz, Miras gruppasidan Xalzat. Ben Daniyar. Ben Miras gruppasidagi Hasanjon Jalil. Bu qitimqi bizning sahna hamrohimiz Hasanjon Jalil. Adila ustozdan bizga bo'lib bergan naqsi Alan Nurxon. Rapchilarga bir yaxshi ulgu bo'la oladigan ko'ngilishing bir narsani elib chiqaylik deb shu javob to'g'risida men bir temani tashildim. Bu qitimqi bizning naqshiga ustozimiz Adila Sidiq va yetakchi ustozimiz Akbar Bo'shi mayli paylanda bo'lsin, mayli shu naqshini ishlash jarayonida bo'lsin, nayt yaxshi taklif fikrlarni berdi. Mush munosabat bilan ustoz Adila Sidiqqa ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Yaxshi natija elishini chin dilimdan umid qilaman. Sizlar shunchalik qaltis. Biz hozir sahnaga chiqmoqchi. Xalzat, Daniyar, sizlarni sahnaga saqlayman. Hasanjon tangayroq qildi. Aynı zo'ravonlikqa atalgan zo'ravonligi atrofimizda davomli yuz beradi. Barliq o'zini suygan ayollarga, qo'l tekkizgan erlar yomondan qo'rqmoq. To'yqilgan o'zingizni bilan bekarni ursiz, pullaysiz. Ajimsizmi? Atang aymu anan kunmu ayarey tuhoptu sen kızıl gülne senin kuyun selip tu ayarey minende Vay vay can ana Nurxan ey şerenge musafirme Kim bilir bəxt neler gelir Tamca yaşaqmısan yürekli yarlanmısan Ailemde pütette ensiz Şuna günlerimiz gamsiz Bıraklap içilmez güller sensiz Bir sen Nağım üşürürsen Bir sen O görülmemez yerken Bir ömür yolun sonu ötken Hatir
Dəptirimni varaqıldım aslan Demişki xoşalik aylı azın aslan Meseleni hal qılmaydı herkes cida mancı Qılğanlerin xuddi begiz yürügümgü sancılan İsimde aşu çağla daim öyge keşkil ettim Avazın bekil çoğun turaqsız keyfiyattım Keçede oyğu tutan amma ağla Gebem ne dep cidel yanıp başınladı yürügümni Qeştilattım Cinam anam kızan aşbergege muş verdim Muhabbetin eksan qılın şpaqını qanar Qurqunu şıp çirmedi Tatasan əgi kendim tügülgen muş bilen suni qalbimni qadım Doğru bu ardı uzun mezgil öttü Unuldurmaydı vakit dergizemini Yarısa kaydı anam hateriz şu Korkunuş ihtiyat kaygı bilen doldu Tozu diyem iliq kulgam Qiynishon so'ygan holatdan o'chdi shu dam Zahar tikkan sancılı yurakka Ojizga qo'ltak uzgan kishi nomard chiqqan Tozu diyem iliq kulgam Qiynishon so'ygan holatdan o'chdi shu dam Zahar tikkan sancılı yürekke Acizga qo'ltak uzgan kishi nomard chiqqan Otang aymi onang kulmi Oyaray tug'ibdi sen tizil gulni Sening ko'yingda selibdi Oyaray menimda kuch bulbulni Voy voy jon ana Nurxon ey sharinga musafirman Rahmat. Zahir Şah Ustaz'dan başlagan bolsa. Ama rast peyze. Men Esencan'ı bunçu ola Oletke kilidu dep rast xiyal qıp bakmagan ben. Ustazım başka. Bunu ustazınca koy ketdi azı. Neçe vaqtni ya bilmey Kamil kamnikeni жүрүп semesmi döt. Bek peyze. Hazırlandık. Men üçlüsünü tavsiye qilay. Rast men birisini tavsiye qilsam, yana ikkisi qoladi, ikkini tavsiye qilsam, en birisi qoladi, hammani ep qilish imkoniyati baya azra. Yo'qmi? İmkaniyet yok. Esencan'a bir tal bilet tashlab qo'yay. Rahmat. Rahmat Ustaz. Hoş. Polat Dursun Ustaz. Bir bu sahnani başladım deyishyaptimizga bir kechlikdek muomala qildik. Har xil narsa bo'lishmoqda, har xil gul bo'lgan o'xshash. Qonsam bo'lsa bir bilet bermsam sat bo'ldi. Rahmat Ustaz. Rahmat. Hoş, undaq bolsa. Men Turkiya. G'ojimat Qurban Ustaz. Nemishqa degan vaqtda bu qatimqi Ipek bilan bizning mush Hasanjonga bek yarashyapti. Birinchi bosqichda aytgan naqsi mana butun odam angladi. Tor dunyosini besib oldi. Shunaqi Hasanjon Janubiy Shinjongda hozir muqim bir o'rni ha? Ajoyib chiroyli naqshni nurg'ulgan pinsalar bor buni. Resmen qaylodim bek xo'shib ketdim. Nemishqa? Rahmat. Sahne degan mushundaq nurg'ulgan odamlarda talant bor, ammo sahne yo'q. Shu sahnaga chiqim deb chiqib olg'ili bo'lmaydi. Ayndaq ta'lim emas, o'zimizningki shu pursta bo'yicha chiqadiganmiz bu yerga. Bu qatimqi 7-qarar Ipek Sadas programmasi Hasanjondan men deb qo'yay. Nemishqa buning haqiqatan tirishchanligiga, buning ta'ligiga ajoyib keldi. Endi ma naqshga kelsak, naqshi desam tilim kuydiga o'xshaydi. Asarga kelsak, ajoyib peyza. Uchunlarning maslashib aytishi, anan keyindan usulchi hadilarimiz, akalarimizniki o'ynab birishi. Men bir hikoya nima ko'rdim. Men qisqa araliqda ayolni umoqchi bo'lgan tomanda qilib ketdi, ish chaqirib umidi. Shuningdan bir oilani qadrlash kerakligini, Ala Nurxonni bir qizi balg'o, uni u xarlansa ota-onasining ko'ngli bo'lganligi. Bir kishinin bir ojizini, qizivalni o'z bo'lmaydi. Shunda g'iz qildik. Bu naqshni azaldan anglab kelayotgan naqsh edi. Ammo Hasanjonning Zoirkam degandek ajoyib zo'r o'zgarish bo'libdi.
Ma naqşanlını Janub ve Şimal Şinjan tüvenge düşüp qo'yab bergidek uyan qilib kishilarga huzurlantirgudek bir asar bo'libdi. Adil Adamning miras gruppasini chin ko'nglimdan tabriklayman. Shundaqlar hammanglarning bundagi kishilarga zo'r utuqlarni umid qilish bilan birga Hasanjon do'stimniki mushu ikki Gangsa Musa bilan yana birlashib texmi ko'klab ketish uchun Hasanjon do'stimga bir bilet berman. Rahmat ustoz. Hamda Kamil Jilal ustoz o'zining bir muzokarasiga baho bermek tasdiq. O'zing bir muzokarasiga gidish qilib qo'ya. Bu Hasanjon taleylik bolacha bizning uyda. Bu mana kichikdan boshlab menga ergishib cho'ng bo'lganman. Nima qilsam shuni mana o'tgan oq kostyum kiyib kelgan, bu da bu oq kostyum kiyibdi masalan. Ergishib shuningdek mana bu taliga, niyatiga abay qo'ydi degandek, bu seni ko'rgan bola emas bu. Bu burun men deb o'tdim bir bu dangliq tantarbiyachi bu atishdik ha. Hozir ot chiqib qotmay Qashqada. Hozir Qashqada yo'lda chega siz Hasanjon Jalilning akisi go demay, Hasanjonning Jalilga o'xshaydi ekansiz deydi, men chiqdim degan. Masalan, mushuning taliga hamda. Shuningdek oldin qattim qash yarotu degan naqshi qo'ji degandek mana mush sen orqali nayt yaxshi taqilib buning bir rag'bat bo'libdi. Bu da qanday qilish deb men aralashmadim yana. Men aralashmasam bo'lmaydi. Qanday sen mushunday dedi. Men buning ikki qatimlam maballa bir bada, keyin ayrim bir ishxona qanday qilaman deb. Ikki qatimlam o'zimning o'ylig'im bo'yicha gap qilib qo'ydim, lekin rostga qilsam men Hasanjonning manda aytishidan ümidim yo'qdir rostga qilsam. O'zimning fikri so'g'a chiqimo ya. Men biza ansirgan. Sen tuven ko'rib qoldimmi rostga qilsam bugun men o'ylagandimmi nechasi yaxshi aytding sen. Nima uchun desam, mush ag'inang bilan sen shu 10 kun 20 kun jarayon birga juyding, juqdi. Sizligim ko'pdan ko'p rahmat. Inimni mushunda yolg'iz qo'ymay sizlimush asarini tan qilib, kamchilikni to'liqlab mana cho'ng bir asar qilib chiqibsizlar. Menimcha bu naqsh taqalqavatdimi? Men yaxshi bir baholarga erishdi deb o'ylayman. Sizligim rahmat, Odillarga rahmat. Men biletni Gangsa Musaga beraman. Rahmat ustoz. Xo'sh, yana bizdan orzu yetakchimiz Akbar ustozdan so'zlarni anglaymiz. Bek yaxshi chiqibdi. Men bugun eng oxir bir bamini bugun oldim bek payizga. Tixim yaxshi bo'ldi bundan keyin menimcha. Men Gangsa Musani tavsiya qilay. Rahmat ustoz, rahmat. Qiynalmang Adila, herkes qiynalish bo'lmasin sizda. O'zimizda tutib olib, Hasanjon degan 2 ustozga bo'ldi, 3 4 5 ustozga bo'lib qoldi. To'g'ri. To'g'ri qaror chiqarishingizga hammamiz ishonamiz, lekin qaror chiqarishingizni kutib turyapmiz. Aldı bilan bu ijodiyat mening ijodiyatim emas. Bu ijodiyat shu Gangsa Musa gruppasi o'zlari biz birlashib men bir mushtaq bir temani o'tirg'i qo'ydim. Mush temada bir nima yezib baqamdiq ya deb biz birlashib asosiyatni 70% yerini o'z qildik, qolgan 30% yerni nahu deyishgan bo'ldik. Shuning bilan mushundaq bir yaxshi bir asar ro'yobga chiqdi. Ajr qilsanglar yaxshi bo'lamdi-ku. Pek ajr qilganda shaxsat shunchalik bir fazilat egasi ekanki, shu mushaqdan o'zgartish kirgizing deymiz, berib bilan o'zgartish kirdi. Hozir chiqdi. Ha. Voy biroq etim yo'q bo'lmaydi ma'lum deb baxmidi. Bo'ldi ma'lum bo'lmaydi. Naq shu zamonning o'zida o'zgartish kirgizib qayta. Oxiri o'zlariga zerik baxmidi, lekin men xijil bo'g'dak darajada shunda jiq o'zgartish kirgizib mana ajr qilgandiq, ajrning mevasini ko'rdik. Shundaqmi? Men shundaq hayajonlanib degan yig'lab o'tirib ketdim. Mana ma'u men o'ylayman haqiqiy bir rapchininki jamiyatda bizning sosial qimmat qarashimizga to'g'ri keladigan bir namuvaffaq bo'lgan bir-birini disladin jamiyatimizdagi namuvaffaq qilmishlarni, namuvaffaq shunday ishlarni qamchilaydigan aktiv energiya beradigan shunday haqiqiy bir bizning sosial davlatimizning rapchilarining ruhiyatini namoyon qildi deb o'ylayman. Sizlarga afirin. Mushu Hasanjonni Gangsa Musa qo'shitamdi. Qo'shilib qolibdi-ku. Voy, Tayyorlik qo'shilib bo'lgan bo'ldi bundan bular. taqdirdan keyin nurg'on ishlar bor ekan bundan. Bundan keyin Gangsa Musa deyli bu Hasanjonni. Mayli ashta qilib yutingmi? Hasanjon bek tirishdi. O'ziga bek ishonchisi bor bir saqamga bu. Men shundoq amra xo'p qoldim haqiqatan shundoq tirishdi. Endi Daniyarmi shunda tirishdi. Endi bu Daniyarmi shuni muzikasini o'zi ishladi, tekstlarini tang yezib, ishqib hammasi shundoq universal birga qodir ko'pga mahir demdik, shundoq mahirlar ekan. Sizlarga yana bir qitim rahmat aytaman. Shundaqlar hammamiz birlikda sizlarning mush asringlarni to'qimo bir daraja ko'tarayotgan Filora ma'lum bilan turg'un yigitchaqa amolimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Oxirida talishim bo'lsa
bu g'alaba yandilar. Gansamosaga ta'alluq. Mübarek olsun. Mübarek olsun. İpek yolu sadası, sürgünün yok çevresi, hoş havazla seydası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sürgünün yok çevresi, hoş havazla seydası. İpek yolu sadası. O'tira kelaya. İpek yo'li sadosidagi bir yorqin asar o'tdi-chu bu. Bu asarga mayli bu ikki yigit as qo'shsin yoki Asanjon as qo'shsin, eng muhimi bu asarningki mushunchalik chiqishiga Odila bilan Akbar Boshikning ajri bor. Bu agar bular mushuningga bir payonda sepamisa, bu asar bunda chiqmaydi. Hem mushkisi bayamqi men shu janshidni ko'rib turdim, Odila tükülebli chiqdi. Yosh tükepli chiqdi. Menmo bir erkek ulab o'zimni aram tutib turdim. Shunga biz İpek yo'li sadosidan mushunda bir tavsiyani olib chiqdim men hozir. Agar o'ng qantimdagi Gansamusa Xalzatlar agar ketilsa, bir basqoch Asanjonni mush guruhga ketib beraman. Agar ketilmasanlar, bu shalınıp ketiversi bo'ldi. Chiqqaninglar fikr olaman. Ma bence o'sayda agar buni shallab etsanlar, men hech qanday fikr qilmayman. Yoki bo'lmasa bir aqli shalınıp ketasiz. Ya bir ko'raplar bir naqsh etdi-da vaqtida. Unda bo'lgandan keyin yana bir asar bo'ladi. Soni egallamaydi. Uchchi bir sonni egallab turib, bir atrat bo'lib qatnashidi. Shunlashqa bizningki keyingi musobaqamizga xilop emas. Shunga mushu İpek yo'lining bir tavsiyasi shunda bo'ldi. Ustozlarning to'g'ri tushunishini umid qilamiz. Tomoshabinlarning to'g'ri tushunishini umid qilamiz. Asar uchun bir yesil yo'l yuraylik. Rahmat Hamza. Rahmat ustoz. Rahmat. Xo'sh, Gansamosa ketilib ketdi Asanjon mana. Bayam to'xtam sizga. Shu munosabatda muhtaramga rahmat aytaman. Rahmat. Gansamusa rap gruppasidan Asanjon Yo deb qo'ysa. Yo. Muxtarga rahmat. Mushtabir ishil tonildi buni ichib berganingizga. Naytibek hozir xo'sh bo'lib, men deyishim qolmay qoldim. Undan keyin abayaqi qanday bo'ladi deb ketgan. Va xo'sh bo'ldik. Rahmat, hammalarga rahmat. O'qituvchi, barliq o'qituvchilarga rahmat. Anda bizning Akboshi Akbarkam rahmat. Rahmat. Adila ustoz rahmat. Filora adamga rahmat. Bizga usul chiroyli ta'sirli usul o'ynab berganiga. Gansamosadan Xalzat. Yo, xo'sh. Aldıdan şu barlıq ma'lumlarga ustozlarga rahmat. Gansamusadan Daniyar Shavkat. Gansamusadan Umidvor Mahmud. Rahmat, sizlarga muborak bo'lsin. Tushib keyingi bosqichga tayyorlik qilsanglar bo'ldi. Rahmat. 5-ci dərəcəyə girişkən mahirni Şinjan Ramlidar Xalqara Soda Çəklik şirkəti 3000 yuan qiymətidəki dutlar bilan mükafatlaydı. 4-cü dərəcəyə girişkən mahirni Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkəti 5000 yuan qiymətidəki gitar bilan mükafatlaydı. 3-cü dərəcəyə girişkən mahirni Şinjan Kamal Soda Çəklik şirkəti 10000 yuan qiymətidəki mikrofon bilan mükafatlaydı. 2-ci dərəcəyə girişkən mahirni Şinjan Miras şirkəti 15000 yuan qiymətidəki elektronluq royal bilan mükafatlaydı. 1-ci dərəcəyə girişkən mahirni Şinjan Wojon Soda Çəklik şirkəti 20000 yuan qiymətidəki elektronluq royal bilan mükafatlaydı. Xo'sh, aziz ko'rmanlarimiz. Odila Sidiq ustozning Miras gruppasining baygi bosqichi mishada to'liq oyoqlashdi. İpek yolu sadası, sürgünün yok çevresi, hoş havazla seydası. İpek yolu Barliq tanlangan mahirlarga omad tilaymiz. Aziz ko'rmanlar, 7-ci qarar Wojon İpek yo'li sadosi programmasining 2-ci bosqichi mishada oyoqlashdi. Kelasi ko'rishguncha omon bo'linglar, xayr xo'sh. İpek yolu sadası, sürgünün yok çevresi,
avazlar seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Sügünün yok çigrası Kuş avazlar seynası İpek yolu sadası Kadın ipek yolida Caranlaydı kongura Kitep gelri dalağa Küy nakşimiz bekira Gümüş tağlar çok iyisi Nur kaytıdı yürekke Küç bir Tümelligen çiçekke Kuş verdi nakşimiz Tümelligen çiçekke İpek yolu sadası Sügünün yok çigrası Hoş avazla seynası İpek